Eronda motam bayrog'i ko'tarilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Eronning shimoli-sharqida joylashgan Mashhad shahrida Imom Rizo masjidi ustiga qora motam bayrog'i ko'tarilmoqda. Bu haqda Eronning Airwell News axborot xizmati xabar berdi. Avvalroq Eron davlat televideniyasi mamlakat oliy rahbari Ali Xomanaiy halok bo'lganini ma'lum qilgan edi. Shu munosabat bilan mamlakatda 40 kunlik motam e'lon qilingan hamda bir haftalik dam olish kunlari belgilangan. Keyinchalik Eron prezidenti ma'muriyati oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaining vafoti javobsiz qolmasligini bildirdi va mamlakat tarixidagi eng dahshatli hujumga tayyorlanayotganini aytdi. Shuningdek, Eron hududiga uyushtirilgan hujum chog'ida Oyatullohning oila a'zolaridan 4 kishi, qizi, kuyovi, nabirasi va kelinlaridan biri ham halok bo'lgan.